Assalomu alaykum azizlarim, yaxshimisizlar? Hammalaringiz sog'monmisizlar? Sog'lik, salomatlikda, tinchlik, xotirjamlikda mana yana sizlar bilan diydorlashdik azizlarim. Bugun manaki uyimizni, hovlimizni to'liq obzorini ko'rsataman sizlarga. Mana bu orqa hovlimiz. Gullar ekilgan. Mayda nimachalar, shular gullar yana chiqib kelyapti. Mana bu afisha Navoiy viloyati manaki maktabgacha va maktab ta'lim boshqarmasi, Qatirchi tumani maktabgacha va maktab ta'lim bo'limiga qarashli Yatiti Ermat va Umida Erkin yo'naga qarashli Kamalak nomli nodavlat maktabgacha ta'lim tashkiloti. Hovlimiz bu tomonida qabriston bor. Erta tongda video olyapman, quyosh endi chiqib kelyapti. Bu hovlimizga kiradigan joy. Mana bu olma daraxtlarimiz manaki gullab, barglar chiqardi. Bu tomonda mana uzumlarimiz bor. O nariqdagi bodom, mana yonida zaldori, keyin yana bir qator olma, shaftolidan keyin anor. Bu gilos ikkalasi. Bu gilosimiz manaki. Barglarni chiqardi gilosimiz. Mana bu yerda majnuntol degan olcha bor. Tepaga qarab o'smaydi, bu pastga qarab shoxlari egilib turadi. Shunaqa zo'r olcha bu. Buni ko'chirishimiz kerak. Bu yerda tiqilib qolgan. Mana bu yerdan piyozga joy qilyapti xo'jayinim. Kartoshkalarimizni chiqqan, ko'kargan. Bu yerga pomidor, bodring, qolgan narsalarni ekamiz, sabzi, bolgarskiy, baqlajon, qalampir, mana shaftoli, mana bu anor. Anorni mana shunday hovlimizda yarmidan ko'p joyga yerda ekkamiz. Mana kartoshkalar. Hammasi ko'kargan, chiroyli. Bu olma.
Bu julli shaftoli. Ikkalasi yog'li shaftoli mo'yli. Bunisi qo'shnimizni uyi. Mana bu saldori. Shunaqa zo'r so'ygan. Saldori. Hosili juda zo'r. Bunisi bodon. Hovlimizni bu boshida manaki kattagina tutcharvoq bor. Bu teraklar bizaniki. Tutcharvoqni ko'rsatib. Mana. Bu tomonda tutcharvoq. Bu olchalar. Biz ikkamiz bilan ham. Mana bu yerga namatak. Mana shu tomonga axlat tutcharvoq. Bu tomon qabriston. Hovlimiz. Hovlimiz mana zabor qilingan tomoniga yaxlit uzum ekkanmiz. Bu toypa uzum. Hovlimiz umumiy ko'rinishi mana izlarim. Bu so'raganlar uchun albatta qiziqqanlarga. Mana bu yerlarga pomidor ekanman, ovutib qo'yibman pomidorlarni. Azizlarim, hammalari sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, yaxshi kunlarda sizlar bilan yana diydorlashaylik. Sog'lik, salomatlikda, tinchlik, xotirjamlikda. Albatta ketgan vaqtlaringizga rozi bo'linglar.